O'zbekistonda o'zboshimchalik bilan qurilgan uy-joylarni qonuniylashtirish bo'yicha ishlar davom etmoqda. Tadbirlar o'zboshimchalik bilan egallangan yer uchastkalariga amnistiya e'lon qilingan qonun ijrosi doirasida amalga oshirilmoqda. Shu o'rinda ko'pchilikka qiziq bo'lgan huquqlar e'tirof etilishining shartlari haqida ma'lumot berib o'tamiz. Jumladan, barcha hududlarda yer uchastkasining chegarasi 1998-yil 1-iyulga qadar egallab olingani aniqlansa, 24 sotixgacha bo'lgan hududni e'tirof etish masalasi ko'rib chiqiladi. Shuningdek, yer uchastkasi 1998-yildan 2018-yil 1-mayga qadar egallab olingani tasdiqlansa, Toshkent, Nukus shaharlarida va viloyat markazlarida 6 sotixgacha, qolgan hududlarda 12 sotixgacha yer uchastkasiga egalik huquqi e'tirof etilishi ko'zda tutilgan. Uy-joy maydoni ushbu belgilangan o'lchamlardan oshganda ortiqcha egallangan qismiga nisbatan dehqon xo'jaligini yoki tomorqa xo'jaligini yuritish uchun e'tirof etiladi. Huquqlar e'tirof etilganlik uchun fuqarolardan hududlarga qarab turli miqdorlarda bir martalik to'lov undiriladi. Jumladan, fuqarolar Toshkent, Nukus shahri va viloyat markazlarida bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravarida, viloyatga bo'ysunuvchi boshqa shaharlarda bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravarida va boshqa aholi punktlarida 1 baravar miqdorda to'lov qiladi. Ortiqcha egallangan yer uchastkasi hamda dehqon xo'jaligi va tomorqa yerlariga ijara huquqi bozor qiymatida to'lov amalga oshiriladi. Qolaversa, ba'zi toifa vakillariga imtiyozlar ham bor. Birinchi va ikkinchi guruh nogironlari oldingi aksiya vaqtida yig'im to'lagan shaxslarga bepuldir. Ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimiga kiritilgan shaxslarga to'lovlarda 50% lik chegirma bo'ladi. Kadastr agentligi hamda Davlat kadastrlari palatasi tomonidan Toshkent viloyatiga tashkil etilgan press-turda bu borada amalga oshirilgan ishlar bilan tanishtirildi. Ma'lumotlarga ko'ra, ushbu jarayonlarga 4,5 ming kadastr muhandislari jalb etilgan. Hasan Yunusov O'rta Chirchiq tumanining Fayzobod mahallasida uzoq yillardan beri oila a'zolari bilan yashab keladi. Uning aytishicha, yashab turgan joyi bo'yicha kadastr hujjati bo'lmaganligi sababli o'zi va oila a'zolarini ro'yxatga qo'yishda muammolarga hamon duch keladi. Vaqtida u yoqqa bordik, bu yoqqa bordik, bo'lmadi. Baribir endi kadastr qilmasak bo'lmaydi. Mana necha yildan beri aytdi, uchastkam yotdi, to'g'risi. Hali bitiramadimiz desa, kadastrimiz yo'q. Bir kolxoz paytida berilganda yerlarimiz. Shundan beri mesela kadastrimiz yo'q. Shu kadastr Xudoga shukr kelib qolibdi mana. Allohga shukr, yaxshi bo'ladi. Qilib bersa bizga zo'r. Bu ham endi bugun kelib ertaga ketib qolish bo'lmasin. Endi bo'lgani hammasini bir chetdan qilib bersa, juda zo'r bo'ladi. Men buni anchadan beri kutyapmiz. Propiskaga to'g'risi qizlarimizni yo akamiga yo boshqasiga qo'yib berdik. O'shanda bolalar ayniqsa pasport oladigan paytda propiska kerak. Propiska kerak deydi, kadastr bo'lishi kerak, kadastr bo'lmasa propiskaga qo'ya olmaysiz. Yani shu paytga demak propiskaga qo'ya olmagan. Propiskaga qo'yaman, to'g'ri. Qizlarimiz bunisida propiskada. Endi xudo xohlasa kadastr qo'ysak o'zimizga propiskaga o'tkazamiz. Mana shu 25 yildan beri shu yerda yashaymiz. Oilamiz bilan. Endi shundan keyin kelinlarim oldi, keyin ko'payishdi-ku. Bizda texnik hujjat bor edi-da, haqiqiy ana kadastrniki yo'q edi. Endi shu prezidentimizning qarorini kutib, xudo xohlasa bo'lib qolar deb kutib yurdik-da, shu fuqarolarga yengil qilib berish uchun chiqarilgan qaror deb eshitdim. Hududi 10 sotik joy. Mana kadastrdagi xodimlar kelishdi, o'lchab ishlar yurgan ekan. Prezident qarori bo'yicha dedi, shunaqalar tekshirib chizyapmiz, qilyapmiz dedi. Shu bilan kirgizdim, ko'rdi, chizdi, yozdi. Bugungacha 4335 ta mahalla chegaralariga aniqlik kiritilgan. Rejaga ko'ra 2026-yilda 9452 ta mahalla chegarasini belgilash to'liq yakunlanadi. Kadastr xodimining aytishicha, yer maydonlarini xatlovdan o'tkazishda hamon muammolar bor. Bittasi mana ko'rib turganingizdek holat, darvozada qulf ilingan. Bugungi kelishim 3-marta bo'ladigan bo'lsa, fuqaroni aniqlash imkoniyati bo'lmayapti. Bunaqa holatlarda biz davlatnoma rasmiylashtirib, bu poligon yopiladi. Qachon fuqaro o'zi tuman kadastriga murojaat qilsa, yozma ariza qoldirsa, biz chiqib qayta shu xonadonni yana xatlovdan o'tkazamiz. Hozir bitta fuqaroni o'z vaqtida kirish imkoniyati bo'lmaganligi, unga chegaradosh bo'lgan 3 ta chegara tomonidan bo'ladigan bo'lsa, ularni ham ishi to'xtab qolishiga sabab bo'lyapti bugungi kunda. Eshigini ochib, qo'ldagi bor hujjatlarni, borini bor, yo'g'ini yo'q desa, hech kim ularni jarima qilmaydi. Bizning maqsadimiz
ularni uyiga borib jarima qilish emas, faqatki bugungi real holat bo'yicha uylarni o'lchab, kelgusida kelib chiqishi mumkin bo'lgan har xil yomon holatlarni oldini olish. Ayni paytda xatlovdan o'tkazish ishlari 2024-2025 yillarga mo'ljallangan reja jadval asosida olib borilayotgan bo'lib, mazkur yillarda rejaga kiritilmagan mahallalar keyingi yillarga mo'ljallangan reja jadvalga kiritiladi. Mazkur qonunning amal qilish muddati 2028-yil 1-yanvarga qadar etib belgilangan. Xatlovda hujjatsiz obyektlar bilan birga hujjati bor obyektdagi o'zgarishlar ham o'rganilib, umumiy xatlov o'tkazilyapti. Ya'ni har bir xonadon va har bir qarich yer to'liq o'rganiladi. Tadbir ishtirokchilari shakllantirilgan o'lchov natijalarini e'tirof tizimiga yuklash jarayoni amalga oshirilishiga ham guvoh bo'ldi. Jarayonda mahallada amalga oshirilgan o'lchov ishlarining natijalarini elektron tarzda tizimga kiritish, ularni tasdiqlash bosqichlari hamda jarayonning shaffofligi bilan tanishtirildi. Umumiy statistika. Bu har daqiqada deyarli yangilanadi bu raqamlar. O'zgaradi. Bu real vaqt rejimida yangilanib boradi. Demak, muhokamada 255.308 ta yer turibdi hozirgi kunda. Endi odamlar aytayapti-yu, biz mahallamizga kelib ketdi, xat o'qib ketdi. Qayerdan bilamiz? Nima bo'ldi? Bizniki o'tdimi, o'tmadimi? Mana shu e'tirof.kadastr.uz mana shundan bilinadi. Ya'ni javoblar mana shu yerda e'lon qilinadi. Deylik, hudud tanlaymiz. Chiqib keldi natijalar. Mahallasini tanlasa, agar mahallasida xatlov bo'lgan bo'lsa, u ham kelib chiqadi natijasi. Endi bu yerda bitta narsa bor. Hali ukamiz savol berdi. Rad bo'lsa, rad bo'lib qolsa nima bo'ladi? Shu bilan bo'ldimi, tugadimi hammasi? Endi bu odamni huquq e'tirof etilmaydi, nima bo'ladi? Rad bo'lib qolgan taqdirda ham fuqaroda imkoniyat bor, mana shu tizim orqali o'sha rad etgan tashkilotga qayta ko'rib chiqishga yoki qanaqadir hujjatlarni ilova qilib turib, asos qilib keltirib turib, o'sha xulosani o'zgartirish imkoniyati bor. Buning uchun unga 1 oy vaqt beriladi. Ko'rib turibsizlar, 18 ta vazirlik, idora va bu 23 tagacha borishi mumkin. Bu yerda misol uchun odamlar bitta narsa, bitta fikrdan yiroq bo'lishi kerak. Biz uyimizga kadastr kelib ketdi, kadastr o'lchab ketdi, atkaz oldim, kadastr aybdor. Yo'q, kadastr ishi nimadan iborat, Rajab aka? Bizning ishimiz nimadan iborat? Bu qonun bo'yicha faqatgina xatlov ishlarini amalga oshiramiz hamda tashkilotlarga ma'lumotdan elektron tizimga yetkazib beramiz. Ya'ni muhokamagacha chiqarib beramiz. Biz elchimiz, oddiyroq qilib aytay. Biz elchimiz. Biz ma'lumotni borib o'lchaymiz, dasturga kiritamiz, bularga jo'natamiz. Lekin 18 ta yoki 23 tani ham ichida kadastr agentligi yo'q. Ya'ni biz xulosa berish vakolatiga ega emasmiz. Biz hech qanaqasiga bu jarayonda hal qiluvchi kuch hisoblanmaymiz. Faqat xatlov qilamiz, informatsiyani kiritamiz. Bu tizimdan tashqari o'sha tashkilotni o'ziga borib murojaat qilishi ham mumkin. Misol uchun gaz quvuri o'tdi yoki elektr liniyasi o'tdi degani bu bo'ldi, e'tirof etilmaydi degani emas. Misol uchun bordi, hududiy elektr tarmoqlariga bordida shu stalba o'tgan bizni nimamizdan shu xarajatlari qanaqa bo'ladi? Misol uchun qanaqadir shu stalbani ko'chirish boshqa joyga. Boshqa joydan aylantirib o'tish, buni uyini ustidan emas, boshqa joydan aylantirib o'tish mumkinmi, iloji bormi deydi. Agarda ha buni iloji bo'ladigan bo'lsa, fuqaro tomonidan bu ko'chirib o'tish qoplanadigan bo'lsa, nimaga yo'q? E'tirof etish mumkin. Xuddi shunaqangi boshqa yo'nalishda ham xuddi shunaqangi e'tiroz o'rinli, asosli va keltirib beriladigan bo'lsa, fakti bilan yoki yechimi bo'ladigan bo'lsa, imkoniyat bor. Bu demak e'tirof saytimiz. Bunda to'liq onlayn rejimda doimiy ko'rib borish, doimiy kuzatib borish mumkin. Xaritalar hattoki mana qayerda joylashgan bu ko'chmas mulk, bu ham bor. Yer ma'lumotlari. Biz aytayapmiz, reja grafik bo'yicha mahallalarga boradi davomimiz. Endi ko'pchilik biladi, bilmaganlar uchun. Misol uchun reja grafik o'tgan yili dekabrda tasdiqlangan. Qonunda yozilgan har yilning yakunlari bo'yicha e'lon qilinadi. Tuman, shahar hokimliklarining taklifiga ko'ra uni kadastr o'zi ishlab chiqmaydi. Ya'ni hokimliklar taklif beradi. Mana shu oyda bu mahallaga, bu oyda bu mahallaga taklif beradi. Biz uni umumlashtiramiz, yil oxirida e'lon qilamiz. Qayerda? Kadastr.uz deb yozsangiz, saytga kirish bilan mana shunaqa uydan-mileniya qilganmiz. Ya'ni odamlar sarson bo'lmasin, qayerdan topishni bilmay qolmasin degan maqsadda saytni yozish bilan shu chiqib keladi.
endi masalan salbiy javob olgan o'sha tashkilotga borsa, masalan xonadon egasi, u tashkilot o'sha fikrida qoladigan bo'lsa, u xonadon nima bo'ladi? Asoslantirib bera olmadi, to'g'rimi? Tushundim. Nima bo'ladi? Qonun bo'yicha bu qonunda faqat 2018 1-maygacha bo'lgan holatlar o'zi ko'rib chiqiladi deyilgan. Undan keyin qurgan bo'lsa yoki siz aytgandek rad qilingan bo'ladigan bo'lsa, yo bu uyga, bu mulkka nisbatan huquq e'tirof etilmaydi. Yana aholida ko'p o'ylantirgan savol, 2018 gacha qurilgan xonadonlar yoki qurilishlar, xo'p, undan uyog'iga qurgan bo'lsa, undan uyog'i bu qonun bilan ko'rib chiqilmaydi. Bu ko'rib chiqilmaydi. Hozir mana shu qonun doirasida gaplashyapmiz va undan uyog'iga qurilgan mulklarni e'tirof etish bo'yicha birorta qonun yoki qonun osti hujjati yo'q hozir. Ya'ni agarda hozir Rajab aka aytganlaridek bittagina yo'l qoladi, sud tartibi. Sud tartibida murojaat qilishi mumkin. Agar sud haqli topadigan bo'lsa, e'tirof etiladi. Agar yo'q deydigan bo'lsa, bu mulkka huquq e'tirof etilmaydi. Press tur davomida matbuot anjumani ham o'tkazilib, unda qilingan ishlar haqida axborot berildi. Ta'kidlanishicha, hozirgacha 845.096 ta obyekt xatlovdan o'tkazilib, qonun doirasida o'rganilishi lozim bo'lgan 254.865 ta obyekt vakolatli tashkilotlarga ko'rib chiqish uchun kiritilgan. Shundan 18.682 ta obyektga xalq deputatlari kengashlarining qarorlari bilan huquqlar e'tirof etildi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Davlat kadastrlari palatasi Toshkent viloyati boshqarmasi tomonidan jami 9272 ta obyekt xatlovdan o'tkazildi. Shundan 33244 tasi e'tirof tizimiga kiritilgan. Qonunda e'tirof etilayotgan yerlarimiz ijara huquqi bilan berilyapti. Yana bir marta. Sababi hozirgi kundagi belgilangan yer kodeksimizni, yer qonunchiligimiz tartibiga ko'ra faqatgina yer uchastkalari tadbirkorlar va aholiga ijara yoki mulk huquqi asosida beriladi. Shuning uchun yakka tartibdagi turar joylarga 99 yillik ijara berilyapti va boshqa yerlar uchun bu 49 yillik ijara huquqi e'tirof etiladi. Matbuot anjuman so'ngida Toshkent viloyatida istiqomat qiladigan bir necha nafar fuqaroning ko'chmas mulk obyektiga egalik huquqi rasman topshirildi.